Kamarga yagona pretendentdan uzoq kutilgan video. Assalomu alaykum barchaga. Erkibulon To'xtar, g'alabang bilan, chempionlik bilan tabriklayman. Uruven haqida gapiribsan. Uruven haqida kim gapiryapti? Qariya alkash Farani yutgan odammi yoki navaralariga ertaga o'qib berayotgan Kamilni yutgan odammi? O'zi aslida 4-raundga yaqin Kamilni yutding, sendan gabariti 2-3 barobar kichkina odammi? Menimcha bu narsa sen uchun mag'lubiyat. Uchinchidan, Uruven haqida sen bilan 2 marta jang qilgan odamga gapirishing noto'g'ri. Ikkinchidan, tayyorlan formada emassan debsan, to'g'risini aytsam, hech qachon formada bo'lmaganman. Men uchun mana forma. Uchinchidan, to'g'ri jang qachon bo'lishini sen belgilaysan. Chestga tegishni boshlabsan. Bu safar bu pozada emas, qaysi pozaga tayyorlaning? Ikkinchidan, nechidan bo'lib ketdi bilmadim-ku. Seni boshingga tepib, izdivatsiya qilgan odam bilan nokaut bilan g'alaba qozonish nahot senga qiziq bo'lmasa? Nima deymiz? Tayyorgarlikda sen ko'proq qil, sababi 3-4-raundga borib charchab qolyapsan. Biz 5 raund turishamiz. To'g'ri, o'tgan safar proxodga kirishimda ozgina muammolar bo'lgandi. O'sha ilik mazamiz bo'lmagani uchun. Bu safar xudo xolasa kiramiz proxodga. O'shaning uchun tayyorgarlikdamiz. Vaqtini va joyini ayt. Men tayyorman xudo xolasa. Какой привет? Такой ответ. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Oshib ketgan bo'lsa uzr. Ramazon oyi muborak bo'lsin.